O'rtoqlar, Toshkentga Samarqanddan zo'r mehmonlar kelibdi. Bularni ko'rsanglar, aniq kayfiyatinglar ko'taringlar. Qalay, Jumanazar, anu nima deydi? Gazingni beraman deysiz-ku. Bittaman etdim, ha? Bittaman deb. Qalaysiz endi? Yaxshi keldingizmi? Kayfiyatlar yaxshimi? Yaxshi, rahmat. Ham bularning ijodini kuzataman o'rtoqlar. Ayniqsa anu nima edi? "Oh, xotinjon, qo'rqaman" degan ashularingiz bor-ku. Zo'r chiqqan lekin o'sha. Sizlar ikkilovinglar yo'qotmanglar, shu uchovinglar zo'r ketyapsizlar. Alloh xayringlarni bersin. Kulgi ostidagi achchiq haqiqatlarni ko'proq olib chiqinglar. Odam kuladi, o'ylanib qolsin, keyin fikrini sekin o'ziga tafakkur qilishiga sababchi bo'lsanglar, xudo xolisi yaxshi bo'ladi. Ha, berbelar aka. Tasbih tortyapsizmi? Tasbih tortganingizni ham ko'rdim men. Zo'r, o'rganibdilar, maşalloh, ko'z tegmasin. O'zi bularning ijodini ko'ryapsizlarmi? Ko'rmasanglar, o'rtoqlar bitta o'sha podpiska bo'lasizlar. Qaytib ketmaysizlar. Komediya hammasi uchun. Omadinglarni bersin. Fayzi barakanglarni bersin. Omadinglarni bersin. Xudo xolisi xalq oldida, yurt oldida yuzinglar yorug' bo'lsin. Alloh.